Masjidda imom xatib edim. Bir kuni Isoning Xudo emasligi haqida va'z o'qib eshittirdim. Men Xudo deyilganda faqat Allohnigina nazarda tutar edim. Alloh hech qachon uylanmagan. Shu bois unda o'g'il bo'lishi mumkin emas degan fikrni bot-bot takrorladim va shundan xulosa qilib Isoni Xudo deb bo'lmasligini aytdim. O'tirganlar orasida kimdir mendan Iso o'zi kim bo'lgan deb so'radi. Balki buni so'ragan odam musulmon bo'lgandir. Nima bo'lgan taqdirda ham savol berildi. Iso kim bo'lgan? Men Isoning Xudo emasligi haqida ko'p va'z qilardim. Endi esa menga uning kim bo'lgani haqida savol berildi. Isoning kim bo'lganini yaxshiroq tushunish uchun Qur'on kitobini boshdan oxirigacha o'qib chiqdim. Bilsangiz, Qur'on 114 ta sura, 6666 oyatdan iborat. Uni o'qib, Muhammad payg'ambarning ismi Qur'onda bor yo'g'i 5 marta, Isoning ismi esa 25 marta tilga olinishini ko'rdim. Shuning o'zi meni biroz ikkilantirib qo'ydi. Nima uchun Qur'oni Karim Isoga ko'proq e'tibor qaratadi? Meni hayron qoldirgan yana bir jihat, Qur'onda bironta ayolning ismi tilga olinmagani edi. Hatto Muhammad payg'ambarning onalari ham, xotini ham, qizi ham ismi bilan ko'rsatilmagan. Faqat birgina ayolning ismi tilga olingan bo'lib, bu ham Isoning onasi Maryam edi. Boshqa bironta ayol ismi bilan ko'rsatilmagan. Qur'on kitobining 3-surasi Al-Imron, 19-surasi esa Maryam deb ataladi. Qarangki, butun boshli bir bob Maryam nomi bilan atalgan. Meni bir savol qiziqtira boshladi. Nima uchun Qur'onda Maryamga bu qadar katta e'tibor qaratilgan? Qur'on kitobi 3-sura 34-oyatdan boshlab Maryamning gunohsiz tug'ilgani va hayoti mobaynida hech qachon gunoh qilmagani, bokira bo'lgani haqida aytilgan. 50-sura 23-oyatda uning jismoniy tanasi bilan jannatga ketgani aytilgan. Qur'onda hatto Maryam haqida taxminiy ma'lumotlar ham bayon etiladi. Iso haqida ham ko'p aytilgan. 3-suraning 45-dan 55-gacha oyatlarini o'qib, Iso haqida 10 ta haqiqatni bilib oldim. Birinchidan, uning Kalomulloh deb atalganini ko'rdim. Arab tilida bu Xudoning kalomi degan ma'noni beradi. Ikkinchidan, uning Ruhulloh deb atalganini ko'ramiz. Buning ma'nosi Xudoning ruhi demakdir. Uchinchidan, Iso Masih deb yuritiladi. Demak, Qur'onda Iso Xudoning kalomi, Xudoning ruhi va Masih deb atalgan. Qur'onga ko'ra, Iso tug'ilgach, ikkinchi kuniyoq tilga kirgan. Ya'ni gapira boshlagan. Hali go'dakligidayoq so'zlasha olgan. Qur'onda Isoning loydan qush yasaganlari, so'ng puflab ularga jon ato qilganlar haqida aytiladi. Demakki, Iso jon ato qilishga qodir ekanda, u tuproqqa jon ato etdi. Qur'on shuningdek Isoning ko'r bo'lib tug'ilgan odamlarning ko'zini ochgani, shifo bergani, teri kasalligiga chalinganlarni sog'aytirgani va hokazo mo'jizalarini e'tirof etadi. Qur'onda Isoning o'liklarni tiriltirgani haqida ham aytilgan. Iso to'g'ridan-to'g'ri jannatga kirdi. U hamon o'sha yerda. Uning oxiratda kelishi ham aytilgan. Bularni ko'rib amin bo'lganimdan keyin meni boshqa savol qiziqtira boshladi. Qur'onda Muhammad haqida nima deyilgan? Qur'onga ko'ra Muhammad payg'ambar Xudoning kalomi hisoblanmaydi. U Xudoning ruhi ham emas. 2 kunlik chaqaloqligida gapirmagan, hech qachon loydan qush yasab, ularga jon ulashmagan, hech qachon kasallarga shifo bermagan, o'lik odamlarni tiriltirmagan. Qolaversa, o'zi dardga yengilib vafot etgan. Islom ta'limotiga ko'ra Muhammad o'lgan, dafn etilgan va endi qaytib kelmaydi. Ko'ryapmizki, bu ikki payg'ambar o'rtasida juda katta farq bor. Yuqorida aytganimdek, Isoning Xudo ekanligi